Siz O'zbekiston Got Talent'tasiz. Portlatib yubordingiz hamma yoni. O'g'lim qoch uyingga. Ular o'z iste'dodlarini namoyish etish uchun uzoq yaqindan tashrif buyurishdi. Bizning xalqimiz shunday talantlarga ham boy ekanligini ko'rsatib berish men uchun aynan mana shu Got Talent. Minglab ishtirokchilar hakamlarni zavqlantirishdi. Yosh chegarasi bo'lmagan talantlar dunyosi ochig'i meni hayratga soldi. Lol qoldirishdi Как все тело на зубах, на передних держать? va qo'rqitishdi ham. Это скорее не страх, это ужас. Ne. Ay, yo'q. Nima? Men ha deyman. Men ham sizga ha deyman. То я говорю, да, добро пожаловать. Ularning faqat 40 nafarigina yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Jonli efirga super talant egalari o'tdi. Nafaqat ishtirokchilar, balki hakamlar orasida ham hayajon ortib bormoqda. Va ming afsuski, endi biz Shahzoda bilan xayrlashishga majburmiz. Ushbu loyiha mobaynida juri a'zosi bo'lib, uzoq muddat ishtirok etdim. Ishtirokchilar bilan kuldik, ba'zida yig'ladik, qattiq hayajonlandik, qo'rqdik. Bu jarayonlar hammasi men uchun juda ham unutilmas bo'ldi. Ming afsuski, sog'lig'im tufayli ushbu yarim final va eng katta finalda ishtirok eta olmayman. Lekin barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Va umid qilamanki, barcha ishtirokchilar ushbu sahnada Got Talent loyihasida o'zlarini talantlarini yanada chiroyli ko'rsatishadi va ushbu estafetani mamnuniyat ila, ya'ni mening hamkasbimga topshirmoqchiman. Show esa davom etadi. Bugun yangi bosqichga start beriladi. Tomoshabin simpatiyasiga egalik qilish uchun har bir ishtirokchida imkoniyat bor. Zo'rlarning 40 nafari sizning ko'z o'ngingizda jonli efirda finaldagi joy uchun ayovsiz kurashishadi. Bizni super shou kutmoqda. Я жду от этого шоу фантастических номеров. Siz esa aynan mana shu super talant egalarining orasidan mega superlarni aniqlaysiz. Yurtimizning birinchi raqamli iste'dodi degan nomga va 100 million so'mlik mukofotga kim loyiq ekanini faqat siz belgilaysiz.